Assalomu alaykum. Hozir hamma bilgan shakar qamish haqida gaplashamiz. Mana bu yerda mana shakar qamishni qo'yib qo'yishibdi. Shakar qamish. Mana shakar qamishdan qanaqangiz tayyorlab, sok tayyorlab berishar ekan. Mana shakar qamishni ko'rinishi. Shu sokini chiqarib beradi. Hozir ichib ko'ramiz. Qarang qanaqa edi. Hammamizga kitoblardan tanish bo'lgan, o'qigan, bilgan shakar qamish. Mana shakar qamish ko'ryapsizlar. Mana shakar qamishda mana bunaqangi sok tayyorlab berishar ekan. Mana shakar qamish ko'rinishi hamma biladi. Bilasizlar, shakar qamish asosan shakardan olinadi, lavlagi bilan birgalikda. Shakar qamishdan va lavlagidan olinadi shakar. Shakar qamishni dan tayyorlangan sokni ichib ko'ramiz. Qanaqa edi? Bismillah. Shakarni ta'mi kelarkan xolos. Assalomu alaykum. Haligi o'tlarga o'xshagan ta'mi keladigan narsa ham bor ekan. Xullas, shirin shakar. Ichib ko'rishni tavsiya beraman. Juda yomon emas, yaxshi.